Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalim kuzatuvchilar. Chiroqchi Qoraburuq bozoriga kelganmiz bugun. Videolarni xudo xolisa hozir boshlaymiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. 4-mart hafta kuniga chorshanba videolarni boshlaymiz. Qani bo'lmasa ki qo'ying aka endi. Boshlayman hozir. Olaman aka. Bo'ldi gap. Mana shuna. Assalomu alaykum barchaga aziz obunachilar, hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Chiroqchi Qoraburuq bozoridan ot, baytal, toy, biya deydi. Oldiga keldik. Xudo xolasa hozir video qilib narx-navolar bilan tanishib ketamiz. Aziz do'stlar, sizlar Ulxom Chorvachi kanaldasizlar. Sizlar bilan men kanal admin Ulxom. Videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana shunaqa ot, biya, toy kimga kerak bo'lsa, videoni yaxshilab ko'rsa, nomerlari bilan iloji bo'lsa qoldiramiz. Qani biz boshlaymiz. Obuna bo'lish rosa kam bo'lyapti aziz do'stlar. Kanal yangi, qo'llab-quvvatlasanglar, mana shunaqa yomg'irli, loyli kunlarda kelib biz syomkadan charchamaymiz, mehnat qilishdan charchamaymiz. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Dastlabki baytal ona bola. Nech pul ekan ona bola baytal? Qani kim aytdi? 35 million kami bor. Nechinchi bolasi aka? 3-bolasi ekan. O, mana bu joyda bitta ot bor ekan. Otmisan ot deydi-yu. Necha yosh ekan bu? Haqiqiy ot deydik, a? Yosh undan o'sgan. 20 dan past. O'raladi, 20 o'raladi. Yosh, ha? Narxi? Narxini 30 million deyapti egasi. Ha, ega. Siz oluvchi bordingiz? Oluvchi so'rayapti. Nech pul qildingiz? 16. Bo'ylari taxminan qancha bor endi otga qiziqsangiz? 155. Bu uloqqa kiradimi? Kirib bu. Gap, siz nima maqsad qilyapsiz unda? So'yamiz. Ye bila apasini ekan, qassob kelib qoldi. So'yamiz deng. Ot go'shti qazi qatta ketaveradi. Ketadi. Ma'qulda yesa. Nimasi so'yiladi. Ega qancha deyapti? 30 million. 30 million. Telefon nomer so'rashimiz hojati yo'q menimcha. Bermaydi. O'zi bitta bo'lsa. Kam bo'lmang mana. Do'stimiz zo'r maslahat berdi, informatsiya berdi. Kam bo'lmang, charchamang. 10 yoshdan 20 yoshgacha. Tog'a ot nech pul aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ot 20 million. Nech yosh? 5 yosh. Ko'p karakterim? Log'i bor. Oti nima endi bu laqabi? Laqab bular. Qarol qo'ygan. Nima? Qarol laqabli ot. Sotilar ekan aziz do'stlar. Xo'p. Siz qancha so'rayapman dedingiz? 20 million qo'yapti. Bozor nech pul qildi? Bozor 19 so'rabdi. 19 so'rab turibdi. Yaxshi, yosh ot ekan. Bozor 19 million so'm so'rayapti. Ko'rishlaring mumkin. Biz. Biz davom etamiz. Toy nech pul ekan, hoji aka? Yashil plashli aka, toy nech pul ekan? Oldirog'iga borib so'raymiz. Aka, xormang. Yaxshimisiz, salom. Nech pul ekan toy? 20 million. 20 million deyapti. So'rayapsiz. Kam bor. Necha yosh bu? Erkakmi? 5 yosh. Erkak. 5 yosh. Bu menga bo'lganda? Menga bo'lgan. 5 yosh. Davom bormi? O'zi gap bu. 20 million kam bor. Biz dalsh davom etamiz. Mana bu yerda ukamiz ushlab turibdi. Bu nech pul ekan mana shu? Kim aka egasi? Tog'a nech pul ekan? Ot. Ot 14 so'rayapti, 14. Egalarchi? Egasi 17 deyapti. Men so'rayapman-da. 20 deyapman. Og'izda 16 yil so'rayapti. Bu aytaverasiz, o'tirmayapti. Ha, ya so'rayapmiz. Ey, so'rab gapirgan nima? Mayli. O'zi o'ylardim, qanaqa? Chetroq qilinglar. Shu qaykan. Qo'shima marishi mumkin. 20 million egalar so'rab turibdi aziz do'stlar. So'rayapti, Oluvchi 14. Ha, men so'rayapman deyapman. Nega so'rayapsiz? Hayli ketayin. Aka nech pul ekan? Ot. Sizdanmi? 30. Necha yosh bu? 5 yosh. Laqabi nima buni? Laqabini bilmaydi. Bo'ylari 1.65, 1.70 bor. Taxminan. O, biladi. Xo'p. Aziz do'stlar, videoni davom ettiramiz kelgan joyidan. Toy nech pul ekan? 22 deyapti. Bozor nech pul qilyapti? Qancha? 15 million. Necha yosh?
2 yosh. Toy 2 yosh ekan. 15 qipti. Rahmat. Toychoqlar necha puldan ekan? 9,5. Har bir, ha? Bularchi. Qanchadan? 30. Ikkalasi, ha? Ina bola ikkalasi 30 million. Bular 9 milliondan ekan. Bular necha yosh? 1 yoshmi? 1 yosh ekan. Ko'rishlaring mumkin mana. Toylar. Mana bu yoqda ikkita bor ekan. Aka, toylar necha puldan ekan? Narx. So'rab turishingiz. 15 dan. 1 yoshdan o'tgan ha bular. Bular 15 dan o'tgan ekan. Toychoq necha pul ekan? Ona bola baytal necha pul ekan aka? Hormang. Assalomu alaykum. Necha tug'ishi, necha yosh? Baytal. Bir ish tug'ishi yosh biya 22 million so'm deyapmiz. Bola erkakmi? Yo'q, bu toy buniki emas. Buniki emas. Yosh biya. Shu oy tug'adi. Ha, bo'g'oz bu. Men istiga bitta. Men yoshligini ko'rsa. Yoshligini ko'rsa. Asta. Gap yo'q. Chotki ekan mana. O'g'lingizmi? Mana men do'stim. Yosh biya ekan, yosh ekan. Ya bulbulni yurdirma, bo'ladi o'zi. 22 bo'lsa beramiz. Shu oy tug'adi. Shu oy tug'adi. Ota aylantirib ko'rsatma. 97lik. Nechilik? 385. 385. 1144. 1144. Manzil? Manzil Qashqadaryo, Chiyaldan. Chiyaldan chiroq. Bu toychi? Toy Narxi. 8,5 deyapsiz kam bu. Bu bilan men tipi bor emas. 8,5 kam bor. Mana shu nomerga chiqsa, baytal i toy. Bu erkakmi? Baytal orqasidan bitta bu yana oyar. Orqasidan olamiz. Mana bo'g'oz biya ekan, sotilar ekan, egasi telefon nomerlari bilan aytdi. Necha oy qoldi tug'ishiga? Shu oyda oxiri tug'adi, xudo. Mart. To'q bo'g'oz. Shu oyda oxiri tug'ar ekan. Rahmat. Ha, yana bor ha, shu telefon qilaverasiz. Aka, sizniki nech bo'lar ekan? Ina bola. Ina bolalar nech bo'lar ekan? Ina bolani 40 million bor. 40 million so'm. Bolasi erkak? Alohida ham sotilaveradi. 40 million so'm kam bor ekan. Sen ko'p turganlar. Siznikichi? Yaxshimi? Zo'rmi? Nech pul? Ha? Rahmat. Siz nech pul so'rayapsiz? 15 million deyapman. Necha yosh? Endi 2 ga chiqadi. Endi 2 ga chiqadi. Bir joyda ishlab turing, meni qo'ymayapti. 15 million. O'zi zo'rg'a turibsiz. 15 million kam bor. Gap yo'q. Yana bormi davom? Bozor 11 million. 1-2 so'm qo'shsa bitib qoladi, xudo xohlasa. Bitib qoladi. 1-2 so'm qo'shsa. Gap yo'q. Bo'ldi. Reklama qilish kerakmi? Ayting. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Azay zo'r. Nech puldan ekan toylar? 12 dan 11 dan deyveramiz. 11 dan o'ziga yetdi. Mana bolaga qarang. Bekitib qo'yadi. Dahshat ekan lekin 20 million. Nech yosh bu? 3 yashar. Boqilganmi deyman? 3 yashar. Endi ozmoz yeb yurgan lekin. Ozmoz yurgan. O'zim tushunmadim. Yo'q, o'zi shuning uchun aytdim-da, bu o'zbek qilib. Ham bor, 20 million. Buchi. Biza tip o'rmasin tog'a tortib turing. Ot. Aka nech pul ekan sizga? Hormang. Toy. Qancha? 30. Hormang, charchamayapsizmi? Zo'rmisiz? Siz shug'ullanasiz. Qancha deysiz? 30 kami bor. 30 kami bor. Mana shunaqa ot, toy so'rovchilarga nomer beramizmi? Siz ham biznesmenku, bilaman. Yo'q, nomer bermaymiz. Nomer bermaysiz. Bu necha yosh bu? 5 yosh aka. 5 yosh. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor 22, 21, 22, 20 degan. Shunday. O'chi uni bilmaysizmi? Bilmayman boshqa ishni. Aka sizniki nech pul ekan toy? Toy nech pul ekan? 21 deb. 21. Biyami deyman? Bo'g'oz emasmi? Necha oylik? Aprelga tug'adi. Mana bo'g'oz biya so'raganlarga mana 21 kam bor. Bozor nech pul qildi? Hozir 17. 17 millionga berilmadi. 1-2 so'm qo'shsa beramiz, ha? Ha, olyapmiz. Nech pul bu? Necha yosh? Ha? 19 million? 30. 30 million. Necha yosh? 3 yosh. 30 million kam bor. Menga bo'lgan? Menga bo'lgan. 3 yosh mana. Hali yosh emasmi bu? Menga bo'lishiga?
Ketaveradi, bo'yi o'saveradi. Gap yo'q. Kami bor. Qo'ylar oldi. Ana bu joyda ham qaysi ot savdo bo'lyapti? Boshliq, qaysi ot savdo bo'lyapti? Mana shumi? Minib turganingizmi? Ayting-a, real narxini. Shada savdo. Narxini ayting. So'ravaringlar qani, nech pul savdo qilibdi? Mana shu savdo bo'lyapti, hozir bilmayapti. Necha yosh bu? Necha yosh deyman? 6 yosh. Akalar necha pul savdo bo'ldi? Necha pul savdo bo'ldi? So'rangchi. Bunga o'tiraylik. Menga bosmadingiz, menga bosmadingiz. Menga bosgandim. Narxi bu bo'lmaydi. Menga bosgandim. Qo'ydi. 14.600. 14.600. Egasi tortishyapti. Buyog'lar endi necha pul qilganmiz? 14 qilganmiz. Savdo qattiq bo'lyapti, bozor avjida. Ko'rishlaring. Bozor avjida. Ko'rishlaring. Ko'rishlaring mumkin.